Farg'ona viloyatidan bir guruh ziyoratchilar Prezident hojisi dasturi asosida muborak haj safariga kuzatildi. Farg'ona xalqaro aeroportida bo'lib o'tgan kuzatuv marosimida nuroniylar va ularning yaqinlari ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlar haqida muxbirimiz Bahodir Maqsudov Farg'ona xalqaro aeroportidan xabar beradi. Inson qadri bu faqat munosib turmush sharoitlarini yaratish emas, balki insonning mehnati, jamiyat hayotidagi faol ishtiroki, orzu va intilishlarning qadrlanishida ham namoyon bo'ladi. Bu yil mamlakatimizda ilk bor davlat rahbari tashabbusi bilan 100 nafar yurtdoshimiz Prezident hojisi degan yuksak e'tiborga sazovor bo'ldi. Ularning 7 nafarini esa Farg'ona viloyati vakillari tashkil etadi. Muncha yillardan beri bu haj ibodatini qilishlik bizni orzumizda turardi. 3 kun 5 kun bu shu narsa amalga oshib qolganiga muddat bo'ldi. Bizni qo'limizga bu sertifikat tekkandan keyin ichimizda yo'q bir xursandchilik bor. Biz shuni shukrini albatta ham o'zimizni mehnatimiz bilan, ham qilayotgan shu xizmatimiz bilan yoshlarning haqqiga, yurtimizni, rahbarlarimizni haqlariga qiladigan duolarimiz bilan inshaalloh shuni amalga oshiramiz. So'nggi yillarda mamlakatimizda islom arkonlaridan bo'lgan haj va umra amallarini ado etish istagidagi fuqarolar uchun keng imkoniyat va qulayliklar yaratilmoqda. Bu yil yurtimizdan 15 ming nafar ziyoratchi Saudiya Arabistonda haj amallarini bajarmoqda. Ularning 1200 nafarini esa farg'onaliklar tashkil etadi. Otalarimiz, onajonlarimiz bunaqa haj safariga umuman borishmagan, borolmagan ham. Bunaqa imkon ham bo'lmagan. Yurtboshimiz bizga katta imkoniyatlar yaratib berdi. Prezident ziyoratchilari ulug' safar oldidan davlatimiz rahbarining xalqimizga bo'lgan mehr-e'tibori, ayniqsa nuroniylar va ehtiyojmand insonlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlari uchun samimiy minnatdorchilik bildirdilar. Shuningdek, yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi va vatanimiz ravnaqi uchun duo qildilar. Farg'ona xalqaro aeroportida Prezident hojisi degan yuksak e'tiborga sazovor bo'lgan ziyoratchilar haj amallarini ado etish uchun poytaxtga kuzatildi. Muhtaram yurtboshimizni aynan o'zlarini bosh muallifliklarida mana shu 100 nafar hojilarda har birlariga borish kelishdan tortib har bitta jihozlari tayyorlab berilgan. Hajga borgan inson ma'naviy pok bo'ladi. Namuna bo'ladi har bir ishga, yoshlarga ayniqsa to'g'rilikda, halollikda, pokizalikda, vatanga sadoqat, kishilarga, jamiyatga bo'lgan e'tibor, mana shunday ulug'vor bo'lgan masalalarda hojilarimizni namuna bo'lishlarini maqsad qilib muhtaram yurtboshimiz shuncha tashabbus qilyaptilar. Demak, bundan siz bilan biz ham ibratlanib, ayniqsa hojilarimiz ham shukronalik, ham shu bilan birga bir katta bir mas'uliyatni zimmalariga yuklab kelsalar, inshaalloh bu narsa o'zini natijasini ko'rsatadi. Bu kun ziyoratchilar va ularning yaqinlari uchun unutilmas va hayajonli lahzalarga boy bo'ldi. Nuroniylarning ezgu niyatlari bilan ulug' safarga kuzatilishi xalqimizga xos bag'rikenglik, mehr, oqibat va inson qadriga yuksak e'tiborning yana bir amaliy ifodasi bo'ldi. Bahodir Maqsudov, Abdurahmon Rashidov, Ovozi informatsion dasturi uchun Farg'onadan maxsus.